o'rtoqlar, mana 2-mart kuni ekilgan kartoshkalarning holati. Bugun 25-mart. Mana talagi begumizda o'ziga ekilgan. Mana bu holatda mana. Undan tashqari rediska ham ekib qo'ygandik. Rediskalar ham yaxshi holatda turibdi. Mana bari kartoshka birday chiroyli rivojlanyapti. 25-mart holatiga mana shu ko'rinishda bari. Tanasini ko'rasizlar. Bu biyagumiz degan narsa oldin internetlarda ko'rib ishonmasdik. Haqiqatan ham mana amalda ko'ryapmiz. Yaxshi narsa ekan. Xudo xolasa hosilni ham ko'rsatamiz.